Assalomu alaykum hurmatli haydovchilarimiz va obunachilarimiz. Mana Behruz Uz YouTube kanalida bugun Jack M3, M4 va Sannerlarimizni chiroyli qilib sizlarga bugun obzorlarni qilib beraman. Hozirda tamojniy sklat turibman. Ko'rib turibsizlar, mashinani terib qo'yganmiz. Faqat bularni narxi hali chiqmadi. Qanday olsanglar bo'ladi? Men sizlarga bugun hozir batafsil ma'lumotlarni berib o'taman. Telefonni o'zim olaman. Xudo xohlasa sizlarga chiroyli qilib obzorlarni qilib berishga boshlayman. Xo'p, hurmatli haydovchilarimiz, men videoni boshladim. Ko'rib turibsizlar. Jack M3 avtomobillarimiz 9 mestali B kategoriya bilan bemalol haydasanglar bo'ladi. Bilasizlar, bu 1.8 atmosferli motor bo'ladi. Metan, propan bemalol tushadi. Hop, hozirda bu mashinalarimiz kirib keldi O'zbekistonga. Faqat hali sotuv narxlari chiqmadi. Xudo xolisa bu mashinalarimizni sotuv narxlari tez kunda chiqadi. Ya'ni keyingi haftaga xudo xolisa sotishni boshlaymiz. Mana ko'rib turibsizlar, Jack M3 avtomobillarimiz, undan tashqari orqada M4larimiz ham bor. Oq, qora ranglarimiz hozirda sotuvda mavjud. Aslamni hozirda bulida oq modellari kirib kelyapti, mana ko'rib turibsizlar. Hurmatli haydovchilarimiz, xudo xolisa video sizlarga ma'qul keladigan bo'lsa, chiroyli qilib like, kommentariy yozib qo'yishni esdan chiqazmanglar va shu linach akalarimiz bo'lsa, bemalol mana Jack M3larimiz ham kelgan. Ularga ham bir tashab qo'ysanglar bo'ladi. Mana hozir men sizlarga ichki salonlarni ko'rsataman. Ko'rib turibsizlar, 9 mestali B kategoriya bilan bemalol haydasanglar bo'ladi. Ya'ni ko'pchilik biladi bu Jack M3larni. Mana orqa tomonlari xuddi shu oldingidek, orqa tomonlarda bagajlari ham bor. Konditsioner как положено ishlaydi. Va zavodskoy o'zini monitorlari. Xo'p, bunga ham bemalol aloqaga chiqarasizlar. Ko'rib turibsizlar, yangi hali hidi ham ketmagan mashinani. Xudo xolisa chiroyli bir niyat qilib qo'yinglar, hammalarga yaxshi kunlarga nasib qilsin. Xudo xolisa oldin bular 19500 sotilgan edi. Xudo xolisa bundan arzonroq chiqishi mumkin. Bu Jack M3imiz. Ko'rib turibsizlar, bu tomonda Jack M4 avtomobillarimiz ham kirib kelgan. Mana bularning ham 9 mestaligi, xohlasanglar 11 taligi ham bor. Bularning ham xudo xolisa narxi chiqib qoladi. Mana hozir men naryodigini ko'rsatib qilaman sizlarga, bemalol ochib. Polni terib qo'yilgan. Bilasizlar, bu Jack M4imiz 2 atmosferli motor bo'ladi. Toyota bilan sammisni ishlangan. Bunga ham bemalol metan, propan bemalol tushadi. Qora rang desanglar, qora ranglari ham bor. Mana ko'rib turibsizlar. M4 bu mashinani qancha kutdi odamlar. Mana zavodskoy monitorlari, gidravlik multirol. Mana ichki salonlari. Bu 9 mestaligimiz. Buni xohlasanglar 11 taligi ham, bu 11 taligimizga. Yo'q, bu 9 talik ekan, hurmatli haydovchilarimiz. Sidenani ko'tarib qo'ygan ekan faqat. Buni 11 taligi ham bor. Mashina haqiqatdan zo'r. Olib bemalol minsanglar bo'ladi. Shundan promoy men sklat o'ziga keldim. Sizlarga bir chiroyli bir obzorini qilib, tushuntirib beray deb. Xudo xolisa kimgadir shu mashinalarımizdan kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqarasizlar. 90li 069 20 20 va 90li 988 71 00. Shu nomerda bo'laman. Mana ko'rib turibsizlar. Hozir nariga tomonda Sannerlarimiz ham bor. Ularni ham bitta alohida video qilaman. Nechta kerak bo'lsa, mana linach akalarimizga xohlagancha qilib beramiz. Ko'pchilik bilasizlar, bunda yuk ham tashlashyapti, lekin hozirda Gayli tomonidan ruxsatnoma berilmayapti. Yuk tashashga ko'pchilik sidenani olib qo'yib, bemalol yuk bosyapti. Hozir bularga ruxsat bermayotgani uchun tayyor sizlarga yuk tashashlik ham alohida, как furgonlari ham yetib kelgan. Mana ko'rib turibsizlar. Bunga dokumentalni bemalol yuk ortsanglar bo'ladi. Xuddi shu Jack M3 faqat yuk tashashga moslangani bu. Hozir kaltlar ichida bo'lsa bitta ko'rsatib o'taman. Ichki salonlari bir xil, tashqi ko'rinishini ham bitta ko'rsatay sizga. Hurmatli haydovchilarimiz, 1.8 atmosferli sepli motor. Bilasizlar, ko'pchiligi. Hozir bismillahirrohmanirrohim. Ana Bramo yuk uchun ko'rib turibsizlar, hech narsasi yo'q. Xohlasanglar pulni yuk bossanglar bo'ladi. Ko'p firmachi akalarimizga kerak bo'lgan ana mashina tayyor hozir nalichida bor.
Faqat narxi necha pul deganligi. Narx chiqmadi, ozgina sabr qilib turasizlar. Kimgadir kerak bo'lsa, lekin hozir bemalol zalog tashab qo'ysanglar bo'ladi. Zalog tashab, xudo xolis narxi chiqqandan keyin olsanglar bo'ladi ana. Farqlari tak, bunda monitor yo'q ekan, ko'rib turibsizlar. Magnitofon qo'yib qo'ygan. O'zingizlar bitta monitor qo'yib olasizlar va zadniy kameralarni qo'yib olsanglar bo'ldi ekan. Qolgan hamma joyi почти bir xil. Ichki salonlar hamma joyi bir xil ekan. Mana orqa tomondan ko'rib ketsanglar ham bo'ladi. Bir xil почти. Barlari. Hop, bagajlarni ham orqa tomondan oching. Mana Jack M3 Plus. Mana orqa tomonlari. Ko'rib turibsizlar, hurmatli xaridorlarimiz, bemalol bu mashinamizni olsanglar bo'ladi. Xudo xolisa hammalarga yana aytaman, yaxshi kunlarga nasib qilsin. Bemalol firmachi akalar bo'lsa ham, bu videoni agar ko'rib turganlar bo'lsa, shu firmada ishtirok etgan akalarga ham jo'natib qo'yishlarini xohlayman. Nalichida hozir tayyor. Jack M3 juda ko'pchilik biladi. Chunki sinovdan o'tgan mashina bilan. Telarni ko'rsating. Zapaskilari tegida bo'ladi, ko'rib turibsizlar. Xo'p, bularga metan, propanni ham garantiyalik qilib o'rnattirib beramiz, xudo xolisa. O'zi bularga 1 yil 24 ming probeg garantiya berilardi, motor, korobka, zadniy mostiga. Agar o'zimizni servisdan qo'ydirsanglar, yana 1 yil 50 ming probeg garantiya beriladi. Xudo xolisa, ozgina qoldi. Sotuv boshlanadi, hurmatli xaridorlarimiz, va motorni ham ochib ko'rsataman. Hammalarga nasib qilsin, ikkitadan kalitlari mana tayyor turibdi. Jack M3 yuk tashash uchun bu mo'ljallangan. Hozir motorini ham ocharsam, sizlarga bitta motorini ham ko'rsataman. YouTube kanalimga obuna bo'lishingiz esdan chiqmasin. Mana sepli motor, ABS tormozlar ham bor. Mana ichki tomonlari, motor tomonlari shumka qilingan, polniy. Ko'rib turibsizlar. Yili ham 25 B kategoriya bilan bemalol haydasanglar bo'ladi. Bu furgonligimizni ham bemalol B kategoriyada haydasanglar bo'ladi. Odam tashiyman degan liniya chakalarimizga ham B kategoriya bilan bemalol haydasanglar bo'ladi. Keyin ko'pchilik mijozda so'raydi, shu yon tomoniga fortchka yo'qmi deb. Fortchka ham bor, o'zimizning zapchast do'konida bor. Xohlasanglar fortchkasini ham qilib beramiz. Mana bu boya ko'rsatgan furgonligim ko'rib turibsizlar, hali ham kelishi davom etyapti. Xudo xolisa, narxlari ham hamyonbop bo'lib chiqadi, inshaalloh. Hamyonbop chiroyli bo'lib chiqadi narxlari ham. Hali olgan odamlarimiz ham xudo xolisa qiynalmaydi. Bularni ham menimcha adashmasam hali aniq emas, lekin naqd yoki avtokredit qilib bemalol olsanglar bo'ladi. Kelishyapti. Ashti jaklarni uyidaman hozir. Narigi tomonda hozir qora ranglarni ham ko'rsatib o'taman. Mana Jack M3'larimizni kimdir qorasi bormi deganligi, mana qoralari ham tayyor turibdi. Mana bitta mo'yka, xuddi o'sha Jack M3 tumanga qo'yasizlar. Xudo xolis, balkim yo'llar ochilib ketsa, firmalar tomonidan bir bonusga tumankalar qo'shib berilar. Faqat aloqaga chiqinglar, hurmatli haydovchilarimiz. Kimgadir hozir ma'qul kelsa, bemalol mashinaga zalog tashab qo'ysanglar bo'ladi. Mana mashinani men o'zim shaxsan kelib ko'rsatdim o'zim YouTube kanalimda. Zalog tashab, chekin tashab qo'ysanglar, kelasizlar, soch naqd bo'lsa naqd, avtokredit bo'lsa, men avtokredit qilib olib chiqsanglar ham bo'ladi. Xo'p, men hozir Jack M3 M4larni videosini tugataman. Hurmatli haydovchilarimiz, qo'ldan kelgancha ozgina bo'lsa ham amallab sizlarga ma'lumot berishga harakat qildim. Umarim video sizlarga yoqqan deb o'ylayman. Agar sizlarga bir foydasi tekkan bo'lsa, sizlarga yoqqan bo'lsa, bilasizlar, bu YouTube kanalni endi ochdim. O'shaning uchun sizlar ham bir podpishka qilib turinglar. Iloji boricha sizlarga yaxshi xalqimizga kerak bo'lgan garantiyali narsalarni sizlarga yetkazib berishga harakat qilaman. Faqat podpiska bosib, like, kommentariy yozib, videoni iloji boricha yangi ochganim uchun boshqa odamlarga ham jo'natib qo'yishlarini xohlayman.
va men bilan tavsiya qilsanglar bo'ladi. Bu emas, xudo xolisa, faqat jak emas, men boshqa mashinalarni ham sizlarga chiroyli qilib obzorlarni qilib berishga harakat qilaman. Endi o'zim hozir Tashkent Motors avtosalonida ishlaganim uchun hozir bemalol bularni masalaga o'zim obzorlarni qilib, so'ng sotuvini ham o'zim qilaman, xudo xolisa. Inshaalloh. Bemalol aloqaga chiqaveringlar. 90lik 068 20 20, 90lik 988 71 00. Shu nomerlarga aloqaga chiqib, bemalol xarid qilsanglar bo'ladi. Hammalarga yaxshi kunlarga nasib qilsin. Xudo xolisa chiroyli qilib xizmatlarni qilib berish bizga ham nasib qilsin. Sog' bo'linglar.